Amma assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Nega o'ylayib turibsan? Olmamni qo'limdan olib ketdi. Go'laymayapman. Просто siz kelib ketganingizdan keyin uyda постоянно janjal chiqadi. Kiring. Oy, bismillah. Ukam qani? Adam ishtaydi, hozir oyimni chaqiraman. Oyi? Boshim ko'ramanmi? Olingni sal. Kirmas. Uyda nima zax? Sizlarga hali отопление bermadimi? Yaxlab ketdim. Yo'q, suv emas, men hozir shunda choy damlab kelay. To'xta, men buni ham olib ketgin, tanlinki joyli hisob kelganda unaqa oyinga o'xshagan beparasatsan, ha? Bu bizaga просто постоянно quruq qo'l bilan keladingiz-ku, odam o'rganmaganda hozir. Xo'sh, amma gapiring. Nima gaplar? Uydagilar yaxshimi? Uydagilarni qo'yib tur. Menga qarasan, bola qachon uylanasan o'zi? San tengilar 3 tadan bolasi bor. Hatto senga itam qizni bermaydi. Men bundan yegin qara o'zidan milliy mahsulot brokko. Yo'q, keyin amma qarang, meni uylantirmoqchisiz, lekin uyingiz o'g'lingiz ham 40 ga qarab ketyaptilar. Qachon uylanadi? O'shadek 40 ga kiryapti, 40 yildan payti. Ana endi uylantiraman. Pardalarni o'zgartiribsizlarmi? Onanglarchi pul top aql topmaganda faqatgina men ukamni cho'ntigini shirgan, nima kerak tuppa tuzu parda bor edi o'zgartirib. 15 yillik parda edi-ku, amma endi o'zgartirdi, lekin men mazasi zo'r ekan. Ammi bironta yomon narsa olib kelganmi o'zi? Mayli, zalir bo'lmaysanlar. Menga qara, olib kelgan 3 korobka brokkodan 2 korobkasini qaytarib bergin, men ukamga quruq qo'l bilan ketmayman, to'g'rimi? Tavba qildim, amma mana xohlasangiz hammasini olib keta qoling.